Assalomu alaykum aziz ayollar va qizlar. Men sizlarga uy sharoitida shugaring va voskdan to'g'ri foydalanib, o'zingizga professional darajada xizmat ko'rsatishni o'rgataman. Men Go'zal Shukurova. Men tanadagi tuklarni va qoshlarni itoatkor qilish ilmiga va texnikasiga egaman va o'z bilimlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Bu bilimlarga ega bo'lishimning sababi men avval o'zimga yordam berish uchun o'qidim va izlandim. Men bu sohada ko'p tajriba qildim va amaliyotda isbotlangan natijalarga erishdim. Endi esa o'zim bilgan va tajribada isbotlangan bilimlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Men bu bilimlarimni sizlar bilan bo'lishimning yana bir sababi bor. Men tanadagi tuklarni kamaytirish va itoatkor qilish texnikasiga ham egaman. Ya'ni tuklar vaqt o'tishi bilan mayinlashadi va kamayadi. Bu nafaqat qulaylik, balki katta iqtisod ham hisoblanadi. Men qoshlarni tiklash bilan shug'ullanganim uchun ko'p holatlarni ko'raman. Ko'p insonlar lazer protsedurasidan keyin qoshlarni siyraklashayotganini ko'raman. Kipriklarni ham to'kilishini ko'raman. Shu bilan birga ko'p insonlar tanadagi keraksiz tuklarni to'g'ri olishni bilmagani uchun qiynalishadi. Ya'ni britvadan, trimerdan foydalanishadi. Vaqti kelib britvalar ham, trimerlar ham yoki kremlar ham har bittasini o'zini salbiy zararlari bor. Bu juda nozik mavzu. Ko'p insonlar bu haqda gapirishdan ham uyalishadi. Lekin bu masala juda ko'p insonlarga tegishli. Shuning uchun bugun men sizlar bilan o'z bilimlarim bilan bo'lishni qaror qildim. Bu bilimlar o'smirlar uchun ham, katta yoshdagi insonlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Bu bilimlar barcha ayollarimiz va qizlarimiz uchun kerak. Bu bilimlarni o'rganganingizdan keyin salonda ishlayotgan ayollarga muhtoj bo'lmaysiz. O'zingizga o'zingiz xizmat ko'rsata olasiz. Ayniqsa diniy nuqtai nazardan avrat joylarni boshqalarga ko'rsatmaslik mumkin bo'lmagan holatlarda bu bilimlar sizga katta yordam beradi. Siz buni nafaqat o'zingiz uchun, balki farzandlaringizga ham o'rgatishingiz mumkin. Bu orqali siz ularga katta yordam bergan bo'lasiz. Shuning uchun mening kanalimga obuna bo'ling va bu foydali ma'lumotlar yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Endi esa darslar haqida qisqacha ma'lumot beraman. Birinchi darsimiz qanday mahsulotlardan foydalanish, nimalar kerak bo'ladi. Ikkinchi darsimizda esa amaliyot bo'ladi. Mahsulotlar nima uchun kerakligi va ulardan to'g'ri foydalanish. Unda siz o'zingiz va yuzingizdan tortib avrat qismingizni qanday tozalashingiz mumkinligi haqida bo'ladi. Endi esa sizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar. Sizlarga shugaring, sintetik vosk, qo'lqop, quruq salfetka, nam salfetka yoki toza marli yoki bint, depilyatsiya uchun maxsus lenta, yog'och yoki temir shpatel, talk hidsiz oddiy kosmetik bo'lishi kerak, qaychi, epilyatsiyadan oldin va keyin ishlatiladigan maxsus sprey, perix, vodorod yoki xlordeksidin. Shuncha narsa kerakmikan deb o'ylaysiz? Ha, o'zingizga professional xizmat ko'rsatish uchun bu mahsulotlar kerak. Bularning qaysi biri nima uchun kerak va qanday tanlash kerakligini tushuntirib beraman. Shugaring tanlash. Shugaring brendi har xil bo'lishi mumkin. Muhimi, u professional foydalanish uchun bo'lishi kerak. Chunki bunday pastalar sinovdan o'tgan, tarkibida antioksidant moddalar bor. Teriga zarar bermaydi. Aslida brenddan ko'ra pastaning qattiqligi muhim. Masalan, Ultra light juda yumshoq, light o'rtacha yumshoq, klassik o'rtacha qattiq, hard juda qattiq. Tana joyiga va tukning qattiqligiga qarab tanlanadi. Barcha brendlarda, ya'ni bu qattiqlik har xil bo'ladi. Balki bitta brendda 3 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qaysidir brendda hozir men aytgandek bir nechta turga bo'linadi. Yuz uchun light, qo'ltiq osti uchun light yoki klassik. Bikini zona uchun agar tuk qattiq bo'lsa, klassik. Boshlanishida faqat light yoki klassik olib ishlatsangiz ham bo'ladi. 1 yoki 2 martadan keyin tuklar mayinlashadi, itoatkor bo'ladi. Boshlanishida kichik idishlardan boshlab foydalanishingizni tavsiya qilaman. Bu birinchi tanishuv darsimiz edi. Keyingi videoda har bir mahsulotdan qanday foydalanish, shu mahsulot bilan yuz qismdan boshlab bikini zonasini qanday tozalash mumkinligini o'rgataman. Kanalga obuna bo'ling. Kimga bu ma'lumot kerakligini bilasiz, ulashing. Shunda siz baraka top degan shirin so'zga sazovor bo'lasiz.